login registratsiya degan tugmachani bosasiz. Bu yerdan registratsiya qilmaysiz, bu yerdan faqat vxod qilasiz. Registratsiya qilganingizdan keyin registratsiya degan tugmachasini bosasiz yanada. Keyin qarang, registratsiya po nomer telefoni. Mana shu yerdan telefon raqamingiz bilan ham registratsiya qilsangiz bo'ladi. Hozir lekin sizga elektron manzil bo'yicha registratsiya qilishni o'rgatib o'taman. Mana shu quvurda elektron manzil yozasiz. Parolni ham xohlagan parol yozasiz. Demak, bo'ldi. Bu yerda hammasini qildingiz xolos. Endi dalyani bosish kerak. Mana pastdagi sariq tugmachani ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin kapcha chiqadi. Kakras robot emasmisiz deb bildirib bering deb. Bo'ldi. Endi mana kod keladi. Yoki pochtasiga yoki telefon nomeringizga mana bizga keldi. Elektron pochta manziliga. Mana shu kodni olasiz. Olganingizdan keyin skopировать qilasiz 38. Отправить. Bo'ldi, xolos. Hamma narsa tayyor.